Bir kunni o'zida 3 ta davlatda bo'lib ko'rganmisiz? Biz esa ha, O'zbekistonda sovuq bo'lgani sababli issiq o'lkalarga uchib ketmoqdamiz. Keyingi davlatimiz Malayziya, Kuala Lumpur. Texnika arzon bo'lgani sababli o'zimizga kerakli jihozlarni olib, kechki Kuala Lumpurda mazza qilib tomosha qildik. Malayziya ikkinchi uyim bo'lib qolgan desak ham bo'ladi. Chunki har kelganimda xuddi uyimga kelgandek xursand bo'laman va yaxshi ko'rgan taomlarim va ichimliklarimdan olaman. Shaharni aylanib bo'lib aeroportga qaytdik. Vaqtimiz ancha bo'lgani sababli bu yerda ham ovqatlanib, mizg'ib ham oldik. Aeroportda uxlashni gashti boshqacha baribir. 3 soatlik uyqudan keyin yana narsalarimizni olib Tailandga uchdik. Havo 26 daraja issiq, yomg'ir yo'q. Do'stimiz bizni yangi ochilgan kafega taklif qilgani uchun yo'q deya olmadik. Tasavvur qilyapsizmi, kafe ham tog' tepasida ekan. Quyosh botishini mazza qilib tomosha qildik va zavqlandik. To'g'risi, 1000 marta eshitgandan bir marta ko'rgan afzal. Ha, aytgancha bu yerlarda qish bo'lmaydi. Qish faslini yoqtirmasangiz qayerga kelishni bilasiz. Bir soatlarda uyimizga ham qaytib keldik. Ha, aytgancha shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, bilib qo'ying, sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman va sizga ham dunyo kezish nasib qilishini duolarimda so'rayman. Ma'asalama.